Assalamualaikum. Bugün ئوتتاۋادىن كىڭستونغا bir günlük sayohat geldim. Sayohatimni sizlar bilan o'rtoqlashay dedim. Hozir Kingstondagi City Hall'ning oldida turib bu videoni ishlayapman. Ana bo'lsa, bugun atagandan boshlab qanday yo'lga chiqqanimni bir ko'rib beqinglar. Sizlar mening bilan tang sayohat qildiring. Atagan sahar soat 6da o'rnimdan turib poyezdga ulgurib bora yetib keldim. Sizlar bilan tang o'rtoqlashay dedim sayohatimni. Nima degandan beltini olgan bo'ydim ya Allah. Tang yormasda. Bismillahirrahmanirrahim. Yo'lga chiqdim hamsa. Assalomu alaykum, xo'sh keldinglar. Bugun ئوتتاۋادىن Kingstonga bir kunlik sayohatga chiqmoqchi poyezd bilan. Yo'lga chiqib sayohatimni o'rtoqlashay dedim. Mushu banda. Hozir poyezd stansiyasiga keldim. Mashinamni ayaga to'xtatib qo'yib, bugun bir kun bir şey tashlab qo'yay endi. Soğuk 10. aylık oturları baldırıp işilim. Yaz tügep. Fallowfield Station. ئوتتاۋادىنki yani bir küçük poyezd stansiyası uyum yakınlara kalmış çıkan. Şehir merkezindeki poyezd stansiyasına bağımsam buldum bu şeylerim. Başta kılıp 5 minut kaldı. Poyezd çıkılanğa. ID eliştinki muacit yokken. Kolumdaki telefonlar kullanma bu beltini skanerlaptan poyezdga çıksam boludu. Çıraylı şehir gelme bu. Bugün hava sel soğuk 10. ayınki oturları baldırlam soğuk gidek bu yerde kış gep kalaydı bir. Yaz ne oğullu kaçan sığınışka başladım. Ammiyede Xitoy sayohatchilar to'lib ketibdi bu yerga. Yes. Okay, you're my tour guide. Are we going to Fort Henry? So much traffic, oh my god. Ben hazır Kingston'daki Fort Henry'de bir yıllık tarihi bir qala bor ekan, o'sha keldim. Oho, Kingston'ning manzarasi najab chiroyli ko'ygul bo'ldi ekan mayedin. Shamol elektr stansiyasi bor ekan mayada. Davonjon naslida degan ya odamga. Fort Henry. Bu Amerika bilan Kanada urush qilgan ya. Ammo Kanada g'alaba qilgan joy ekan. 1812 war is America. You're probably one of the small groups that stay here in the winter time, right? Qattiq urush bo'lgan ekanda bu.
Hayman ko'rish jarayonida mundaqni besib qo'yaylik. Bak chiroyli shahar. Jiroqdan ko'ringani Royal Military School, Royal Military College. Baland moliy maktabdan birisi bor ekan oyoqda. Jimjit alati suv qarab turishim shundoq chiroyli, huzurli kim.